Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida navbatdagi ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda mashhur yurtdoshimiz, yozuvchi, shoir, dramaturg va tarjimon Abdulhamid Cho'lponning rus madaniyati, adabiyoti va rus tilini targ'ib etishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratildi. Bundan 100 yillar ilgari aynan Abdulhamid Cho'lpon tufayli Aleksandr Pushkin, Ivan Bunin, Fyodor Dostoyevskiy va boshqa mashhur rus yozuvchi va shoirlarning asarlarini ona tilida o'qish imkoniyati paydo bo'lgandi. U rus klassik adabiyotini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Davra suhbati davomida shu haqda so'z yuritildi. Ishtirokchilar shoir hayotiga oid faktlar bilan o'rtoqlashib, she'rlarni o'qib berishdi. Mavzuga oid hujjatli film ham namoyish etildi. Tadbir o'sha davr adabiy muhitini qayta jonlantirdi deyish mumkin. В контексте сопоставления с психологическими романами, значит, русских тоже так же писатель. Vatanga muhabbat va erkinlik g'oyalari mujassamdir. Ochiq muloqot shaklida tashkil etilgan davra suhbati ishtirokchilariga repressiya qurboni bo'lgan shoir va yozuvchi xotirasini asrash va uning 130 yilligi arafasida uy muzeyi yoki memorial lavh tashkil etish bo'yicha takliflar bildirildi. Ushbu tashabbuslarni amalga oshirish vazifasi Axborot kutubxona markazi qoshidagi Ayollar olamida kitobxonlar klubi, Rus madaniy markazining viloyat bo'limi hamda viloyat pedagogik mahorat markaziga yuklatildi.